chuqur joylar bo'ladi. Bir-biriga tortib ketmaydi. Uning uchun syomka bo'lgani yaxshi. Strukturniy liniya tortasiz, o'sha liniya bo'yicha poverxnost yasaydi. Tushundim. Chizmada ko'rsatsam, mana masalan bundoq latok bo'lsa, keyin mamutlarda ham syomka nuqtalar bo'lsa, siz endi bu yondan ko'rinishi tepadan chizgan paytda xuddi shu narsani bitta kopiya olamiz. Strukturniy liniya olasizda, mana bu tochka bor-ku. Mana bu tochkadan mana bu tochkaga strukturniy liniya tortasiz. Bundan bunga tortasiz. Bundan bunga, keyin bundan bunga tortsangiz, poverxnost yasaganni xuddi shunaqa shakl qilib yuboradi. Mana bundan qiladi uni. Xarakterniy liniya qilasiz, sazzat xarakterli liniya qilib, keyin poverxnost kirgani mana bu yerga kirib, o'sha chizgan anaqani shuni tanlab ko'rsatib qo'yasiz. 3D qiladi o'sha. 3D shakl qiladi. Agar siz u narsani qilmasangiz, poverxnost tortgan payt bor-ku, mana bundan mana bunga ham tortib yuboradi. Mana bundan mana bunga, mana bundan mana bunga tortadi, mana bundan mana bunga tortadi mana. Uchgan model ketaveradi bu. Bundan bunga ham tortadi-da. Tushundim. Aro yo'q bo'lib qoladi. Aro o'sha shakli yo'q qoldi. Yoki mana bundan mana bunga ham tortib yuboradi. Farqi yo'q umuman. Bu bilmaydi-yu joyi qanaqaligini. Keyin siz rebrodan kirib bittalab to'g'rilab chiqish kerak buni. Xarakterni qilsangiz, mana buni to'g'ri olib ketadi. Ikkita tegidan ikkita ustidan olib ketaveradi chizib. Agar yaxshi syomka bo'lganda qilib yuboradi. Mana buni ikkalasini prosmotr qilamiz. Mana joyida ko'rinadi. Как transhi bo'lsa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Transhi bo'ladi. Mana bu usti, mana bu tegi, mana transhi shaklida atkoslari bilan hisoblab beradi. Agar bizda faqat 4 ta tegi bo'lganda, buni qanaqa hisoblaydi? Mana bundan to'g'ri bunday chiqarib qo'yadi. Atkosiga ma'lum bir объем yo'q bo'lib qoladi. Bo'ldi, yana shu analizga kiramiz. Pult управления объемов. Ikkinchi anaqa, Kotlovan объем deymiz. Bu so'z anaqada ham chiqadi. Bu yozuv chiqdi-yu. Qaysi so'z? Mana kotlovan объем deb yozyapman nomini. Mana shu so'z hozir ko'rsataman, qattiq chiqishini shundan e'tiborli bo'lib, chiroyli yozish kerak. Bazaviga qaysini belgilaymiz? Bazaviga kotlovan объемda? Srezka-ku. Srezka qazishga bu to'g'rimi? Bazaviga cho'rning tanlaymiz. Shoshmang. Bazaviga cho'rni birinchi tepadan tanlab kelamiz, to'g'rimi? Kotlovan bo'lsa, cho'rning bazaviy bo'ladi. Qarang. Srezka bo'lsa, mana srezka to'g'rimi? Mana shu anaqa deylik. Nima edi u? Transhi. Oxirida bazaviyni cho'rni tanlaymiz, to'g'rimi? Tamom. Bazaviy degani shunga nisbatan hisoblanadi. Tushundim buni. Endi siz yana ikkinchi nimasini aytyapsiz? Ikkinchi nasib. Nasib bo'lsa, srezkani tanlang. Tegin tanlang. Pastki qism qaysi bo'lsa, u transheya bo'lsin, u любой narsa tegi bazaviy bo'ladi nasib uchun. Bizani misol uchun proyektni aytmayotganmiz bu, to'g'rimi? Biz misol uchun nasib qilmoqchi bo'lsak mana shu joyda, to'g'rimi? Birinchi qaysinga solasiz? Nima poverxnost? Bunga nisbatan bunga solasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Birinchi tegin tanlaymiz. Bazaviy bo'ladi. Bazaviy biz nimaga nisbatan, misol uchun ko'tarasan deydi. Yerga nisbatan, misol uchun ko'taramiz deymiz. Tegin tanlaymiz anaqaga. Ustiga сравнение deymiz. Сравнение qilamiz, misol uchun. Bo'ldi. Tepaga poverxnost сравнениеga kotlovan tanlaymiz. Okey deymiz. Tamom. 19113 kuba. Nasib yo'q. Mana bu yerda tekstni tushirdim-a? Tushirdi tekstni. Mana kotlovan объем degan so'z bu anaqaga ketadi o'zi. Hujjat sifatida nima qilinadi? Bu narsalarga e'tibor berish kerak. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu yerda misol uchun men keyingi poverxostdan qo'yaman deylik. Buni nomiga men hozir GPS deb yozib qo'ysam, u o'zi GPS ga aylanib ketadi. Misol tariqasida buni mana GPS bo'ladi-da. Endi qarang, ikkalasida galishka turibdi. Buni yozaman, pastga kelib shunday bosdim. Mana ikkalasi ham bor. Kotlovan GPS. Voy javob. Koeffitsient 1 mana ketaveradi. Galishka o'chirib qo'yish kerak-da unda, to'g'rimi?
kerak emas bo'lsa o'chirasiz, kerak bo'lsa, masalan, konstruksiyani qilyapsiz, выемка, GPS, GPS, крупный, мелкий. Qator mashqda taxlab qo'yaverasiz hammasini. Chiqaveradi. Yoki bir nechta joyda bo'lib qilyapsiz. Gruppa to'chiklar shunisi yaxshi. Bitta syomkada masalan mana bitta syomka bor. Qazilgan alohida, mana bitta qazilgan alohida, mana bitta qazilgan alohida, mana bitta qazilgan alohida. Hammasini Numeratsiya qilib olasiz o'zingiz uchun. 1, 2, 3, 4. Ketdi. Mana bitta kiritayotganda yozasiz. Materialga yozasiz. 1 выемка. Hisoblangan poverxnost tanlaysiz, tirs tushadi mana bu yerga. 2 выемка deysiz, keyin kalkulyatorda hisoblab o'tirilmaydi, mana bu yerga tushadi hammasi. 1niki shuncha выемка, 2niki shuncha выемка, 3niki shuncha выемка, 4niki shuncha выемка deganda itok mana. выемка umumiy itok menimcha degan son turadi. Faqat 1 bilan 2 ni qilib bersiz, galishkani shuni o'chirib qo'yasiz, 1 bilan 2 ni o'zini hisoblab beradi. Shuni qo'shmaysiz. Shunaqa. Shunaqa.